Olsotuga loyihalangan oq toshli dachamizni hozir qisqacha obzor qilamiz. Bu yerda eng qiziq joyi bizdan oldin plan ishlab, uni podushkalarni, kolonnalarni quyib bo'lishgan edi. Bizlar loyihaga o'zgartirish kiritib, izmeniya qildi. Bergan yechimimizni birga ko'rib chiqamiz. Binoning joylashuvi to'g'risida old tarafda ko'cha, uchta tomoni uje kottejlarga bo'lib bo'lingan. Binoning mavjud podushkasini orqa tarafdan 1,5 metr qochirib, mana shu burchaga quyib qo'yilgan ekan. Bu eski planimiz. Bu yerda qanaqa berilgan ekan bizdan oldin? Planirovka bilan kirishimiz bu yoq qismida bo'lgan. Kirganda o'ng qo'lda sanuzel berilgan. Shuna kirishni to'g'rida tualet oynalar ko'rinib turadigan loyihalab qo'yilgan ekan. Keyingi anaqalarimiz, joylashuvlarimiz oshxonamiz. Orqa burchaga olingan oshxona orqasida verandaga joy tashib ketilgan ekan. Bu veranda orqadagi 1,5 metr devor agar chizadigan bo'lsak, uje gulxo'y devorga qarab o'tiriladigan veranda. U o'z o'rnida ishlatilmaydigan hudud bo'lib qolyapti. Keyingi masala hovlini boshqa qismida agar biz letning xonaga joy mo'ljallagan edik, bu yerda zimniy kuxnya bilan letning kuxnya orasi katta bo'lib ketayotgan ekan. Shunga planirovkani o'zgartirishga qaror qabul qildik. Hozir biz o'zi bergan variantni ko'rib chiqamiz. Binoning umumiy gamplaniga to'xtalsak, kiraverishi eski xona binoni kiraverish joyini saqlab qolib, to'g'risi kalitga eshik loyihalandi. Mashina uchun alohida ro'stamli eshigi mo'ljallanib, garajning zonaga ajratildi. Buni hamma yog'ini naveslab yoqib tashamadi, chunki tog' zona asosan tabiat ko'rinishi uchun faqat garajni o'zini naves bilan yopish mo'ljalladi. Buyurtmachi tomonidan keyin qo'yilayotgan talab bu bizga yozgi basseyn qilib berish edi binoga qo'shimcha. Biz yozgi emas, shuni zimniy basseyn qilaylik, ya'ni yopiq holatda qilaylik. Sababi yozgi basseyndan bor yo'q 2 oy foydalanasiz. Qolgan 10 oyi shu basseynga siz xizmat qilasiz. Ya'ni o'sha filtri bormi, uni suvni almashtirish, qishda o'rash, mehnati ko'p. Agar zimniy qilsa, bemalol qishda ham yozda ham foydalanasiz deb zimniy basseyn loyihalashga qaror qabul qildik. Basseynimizni binoni 10 tomoniga loyihaladik. Buni sababi 10 tomonni relyef baland bo'lgani edi, chap tomon past bo'lgani uchun, agar chap tomonga loyihalasak, bizdan tabiatni to'sib qo'ymasligi uchun 10 tomonga loyihalandi basseynli zonamiz. Bino konstruksiyasida alohida bu yoq olib chiqdi, chunki o'zi buni quyib bo'lingan tayyor podushkalar deydi. Binoni o'ziga to'xtalsak, binoda kiravurishda o'sha kiravurish saqlab qoldi. Eski planirovkada ko'rgandek kiravurish saqlangan, faqat bunga tambur qo'shdi. Tamburni qo'shib, tambur o'zi nima kerak bor? Binoga kirganingizda oyoq kiyim yechib, shkafga qo'yib, kiyimlarni yechib, keyingi xonaga o'tishingizga, keyin bu dacha bo'lgani uchun qish sharoitida kelganingizda ham eshik ochib yopilgani, sovuq havo binoga kirib ketmasligini ta'minlash maqsadida tamburni zonaga bo'ldi. Tamburdan kirganingizda o'ng qo'lda eski holatda sanuzel olib tashadi. Sanuzelning o'rniga o'sha o'tiradigan zona berdi, divanli zona berdi. Divanli zonadan eng zo'r tomoni bu yerga panoramik katta oyna berdi. Hovliga kirgan odam panorama oynani vtoriy svet bilan ochishni rejalashtirganmiz. Polni tepasiga ochuv bo'lib, kirganda juda chiroyli vid berishini mo'ljallab, mana shu o'tiradigan zona loyihalandi. O'tiradigan zonadan to'g'ri o'sha televizor zonalarni ham qo'ydi. Zinani eski holatda kichkinagina, ya'ni domlarning podizna zinasiga o'xshagan zinani biz paradniy zina qilib loyihalandi. Kirganda chap qo'lga resik tepaga ko'tarilib ketishi mo'ljalladi. Zinaning qulayligi ham eski planirovkaga nisbatan bunda stupengalar balandligi ancha qulay bo'lib loyihalandi shuni evaziga. Keyingi zonani divanli zonani to'g'risiga kuxinniy zonani joyladi. Kuxinniy zonani ham bo'linganimizda razvinoy eshiklar bilan ochilib yopilishini hisobga olib loyihalandi. Ya'ni kuxnyada ovqat qilganingizda, mana bu divanli zonada o'tirgan odamga hidi chiqib ketmasligi maqsadida razvinoy eshikni yopib qo'yiladi. Kelajakda libotda ovqat qilinganda bu yoq zonalarga hidi chiqib ketmasligini ta'minlash maqsadida. Bu kuxnya stoloy zonamizni ham ikkiga bo'ldi. Kuxinniy zona alohida, stoloy ovqat yeb o'tirgan zonani ham alohidaga bo'ldi. Mana stoloy ovqat yeb o'tirgan zonamizda bu yoq qismini loyihalashimizdan maqsad hovlining tashqarisiga letning kuxnya loyihalaganmiz. Letning kuxnya bilan o'tiradigan joyi o'rtasidagi oynani biz eshigi bilan rejalashtirib, bu yerda yozda ovqat qilganda ham mana shu ichkarida joyda, konditsionerli joyda bemalol ovqatlarni foydalanish imkoniyatini berish uchun stolni zonamizni letning kuxnya bilan zimniy kuxnyani o'rtasiga o'tiradigan zona qilib, ovqat yeydigan zona qilib joylandi. Keyin spalnilarimizni o'sha boya aytganimizdek eski planda verandani kattalashtirib turib, spalni shotka orqaga joylandi. Sanuzellarimiz birinchi planda mana shu oldi paradniy qismdan ikkinchi orqadagi zonaga joylandi. Ya'ni bu yerda orqa hovliga oyna ochib, ko'zdan panoram joyga loyihalash harakat qildi. Bu yerda e'tibor bergan jihatimiz sanuzelga kirishda, umumiy общий sanuzelga kirishda birinchi umumiy orqali keyingi hojatxonaga kirish qilib ta'minlandi. Ya'ni shu ko'proq bu noturar obyektlarda shunaqa qilinadi. Umumiy zona alohida, unitazli zona alohida loyihalanadi. Xuddi shu joyda yoniga basseyn zonasiga kirishga xo'l tashab ketildi. Joy. Buni afzalligi shu bemalol uydan ham turib foydalansa bo'ladi. Tashqaridan yozda cherz hovli orqali kirishiga imkoniyat ta'minlash beradigan vaziyatni yaratdi.
Basseyn hududini to'xtalsak, basseyn uchun alohida ishlaydigan sanuzel loyihalandi, dush, unitaz, umumanlari bor. Undan tashqari bitta sauna loyihalari, saunamiz o'sha tunislik sauna bo'lib, buni bu qismga loyihalanganimizda asosiy maqsadi, buni isitish maqsadida o'tin yoki ko'mir bilan isitilganda, buni o'tin ko'mir tiqqan joy ko'p holatdan qola kuyib bo'lib ketadi. Shuning uchun mashina burchaga joylandi. Bu yerda orqadan kirib, bemalol basseynni o'sha oldingi saunani qizdirishga o'tin tiqish imkoni yaratilishi uchun sauna qismimizda harakat qildik. Ham oldi qismlar bo'lmay o'ynaman qilishga ko'p holatda kiruvchilar o'ynaman bo'ladi. Bizda imminda basseynning oldidagi qismini o'ynaman qilib loyihalandi. Basseynimizni o'ziga to'xtalsak, 9 metrga 380 lik basseyn loyihalandi tozalikcha. Loyihaga buyurtma berganda bir narsani hisobga olish kerak. Siz hozirgi kunda quradigan narsalaringiz emas, kelajakda qurishingiz mumkin bo'lgan narsalarni ham hisobga olib loyihalash kerak. Mana oldingi planda ko'rishingiz mumkin, shu letniy kuxnya bilan basseyn hisobga olinmagan. Bu o'zi dashli zona bo'lsa, keyinchalik baribir basseyn qurishi mumkin yoki masalan letniy kuxnya baribir qilinadi deb oldindan hisobga olinganda, shu planga boshqatdan o'zgartirish kiritilmagan bo'ladi. Hozir shu basseyn bilan letniy kuxnya qo'shish jarayonida planga shuncha o'zgartirish kiritishga majbur bo'ldi. Ya'ni letniy kuxnya bilan shu odam o'tirib stiloy zonasini yonma-yon qilish uchun planda o'zgartirish kiritildi. Basseynni qolgan xonaga ulanish uchun qolgan xonalar planirovkalarini ham o'zgartirishga majbur bo'ldi. Agar siz shuni boshqa hisobga olinganda ikkita xarajatga tushilmasin. Umrim bo'yi kalta o'ylamaslikka harakat qilib yashadim. Ayollar kalta o'ylashlari mumkin, lekin erkakning bunga haqqi yo'q.